Hidayet doğru yolunu tepbilen, doğru yolunu tepbilen için sizler davamlı maneviyatını yüksek tutun. Davamlıq Allah Taala'ya iltica qılınladı. Şunun için bu ayda Allah Taala'ya ilticanı köp qilsak, her zaman qilishimiz kerak. Ama bu ayda köp qilish orqali ruhiy xotirjamlikni hosil qilgan. Shundaqlam Allah Taala'ningki bizga yordam ato qildiganligiga qarta ishonchimizni yuksaltirgan. Nima uchun? Chunki millat xarakterlik hammamiz birdek qo'lni so'zib Allah Taala'ga duo qilsa, Allah Taala bu millatning qo'lini quruq qo'l qaytaradi. Tavba bu yerda millat xarakterlik bo'lishi lozim. Duo millat xarakterlik bo'lishi lozim. Muvaffaqiyat tilash, zulmdan qutulish, mustamlikadan qutulish, xo'rlikdan qutulish millatning hammasi Allohga yalvorgan, ma bosqich qilish lozim. Ya'ni bu deganlik faqat duo bilan ish bitadi deganlik emas. Dua manevi vasıta ama büyük bir vasıta. Şunu biz bugün kunlikda ma holatimizdan qutulish uchun, odamiyligimizning dafsanda qilinishi, haqorat, xo'rlik uchraydigan bu holatdan qutulish uchun duo qilaylik millat xarakterli. Allohning bugungi bizning holimizni ko'rib turayotganligiga, bilib turayotganligiga ishonchimiz bo'lsin. Hamma narsa qodir ekanligiga ishonchimiz bo'lsin. Şunu bilan birlikte manevi sebep bo'lgan duoni qilish bilan birlikte moddiy sababni tang tutib qo'ying. Bu qalbining yo'li mana ashading. Mana buni va Allahum yarshud. To'g'ri yo'l banılmış. İmanga bağlangan hayat, aqidaga bağlangan siyosat, hidoyatga bağlangan faoliyat bu natija qozonishning yo'liga iborat. Hakikaten bu Kur'an-ı Kerim'de bizge düşündürülgen rozadan ibaret yolu koyulgan bu meyli takvalık bolsun, meyli şükür kılış bolsun. Abayslı misal elip ötken meselede hazır şu nes kallam kep kaldı. Öz vakti hazır şu Harun Reşit'nin ki veziri o deme şu bir katım sorap diken şunda. Halife sana eğer de aç qalsan sen bütünlüy yeydigan narsa bo'lmaydi. Bir qatimliq shu qarningni to'yg'izish uchun sen agar ehtiyoj bo'lib qolsang, nimangni bertansa bütün mulkimning yerimini berdim deb. Uning keyin uni chiqarish uchun chiqaramay qolsang, yap bo'lgandan keyin shu ne'matni, yana mulkimning yerimini berdim deb shuna javob berganda, demak sening mulking bir stakan suvchilikdan bir narsa. Shunday. Bir inson demasmi ne'mat berilib biz yeyimiz nurg'un narsani chiqarish uchun o'ylab boqaylik. Shu bir Allohning berayotgan millionlagan ne'matlarning ichidagi eng oddiy, ya'ni tilga ilishdan biroz numus qilgan bir narsa bo'lsa-mu, shunga chiqaramay qolib qolsa qanchalik azoblandi inson. O'lidamni birdan ichidamdi. Ya'ni tasavvur qilsa nurg'un insonlar bugungi davrimizda ne'mat Allah uningga bak berayotgan odam ekan desa, xuddi shu aman eng oldidan kelgan shu mol dunyo, qasr, saroy. Hamma narsa tal bo'lsa bu inson baxtlikdak. Bir insonning attiginsiz sog'lom holatda o'rnidan tura olishi, hech bir narsa bo'lmasa u inson uchun eng chong bir ne'mat Allohning. Qatan shukr qilish shunday bir go'zal oylarda. Qo'shim taqvolik masalasining intayin asos masala ekanligini dedik. Bu taqvolikni qanday hosil qilish kerak inson o'zida? Bu taqvolikni yetildirish uchun birinchi qilib taqvolikninki markazi bo'lgan, taqvolikning o'rni bo'lgan qalbninki kompasni tuzish lozim. Og'zi bilan taqvo o'g'inilmaydi. Shakli bilan taqvo o'g'inilmaydi. Kiyim kechakni uzun qisqa kiyish bilan bo'lmaydi. Taqvolikning o'rni qalbdir hadis deyilgandek. Qalbninki kompasni to'g'ri yo'nalishga yuzlantirish lozim. Bu taqvolikni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ham buni metrlab boqilsa, metrligini bo'lmaydi. Taqvolikni bo'lmaydi. Ammo bu taqvolikning kundalik hayotimizda, ijtimoiy hayotimizda yuqorilab turadigan, tövellab turadigan ko'rinishlari bor. Masalan, bir odam yaxshi ishlarni, yaxshi faoliyatlarni qilayotgan bo'lsa, ammo taqvoligi yuqoriga ma'notibdi deymiz. Agar bir odamning qilayotgan ishi bo'lgunchilik, rezillik, sotqinlik, musulmonlarning yo'liga to'sqinlik qilish, dallallik qilish degan o'xshash nachar sifatli bo'lgan bo'lsa, buning taqvoligi tövellab ketib beribdi deb bundan baholaymiz. Shunga Rasululloh
bu qalbdan iborat bu kompasni to'g'rilashdan keyin naqadar zo'rligini bayon qilib, ala inna fil jasad mudgha. İza saluhat saluhal jasad kullu va iza fasadat fasadal jasad kullu. İnsanның bedeninde bir a'zo var. Başqa a'zoga o'xshamaydi. Bu baş motor dedim. Halqiliq markaz. Mushu markaz tuzalsa beden to'g'ri ma'noda ko'zim harom qaramaydigan bo'ladi. Tilimiz suxanchilik, g'aybat, o'xshash ishlarni qilmaydigan bo'ldi. Qo'sqa harom narsaga intilmaydigan, jinsiy a'zosi haromga intilmaydigan bo'ladi. Satqonlik qilmaydigan bo'ladi. Agar bu a'zodan chataq chiqib qolsa, ya'ni qalbininki sterilkisi to'g'ri bo'lmasa, yoki bu kompas tuzlanmay qolib qolsa, bu insonninki tasavvuri, xiyoli, ong saviyasi, yo'lnishi xato yo'l ketadi. Bu a'zo qosiyat bo'lsa, alayda eskartib, ma yurak ekanligini unutib qolmadi. Yurak ekanligini obdan esonla tutadi. Rasululloh bu mazmunni yana bir hadis ta'kidlab, esonli bo'lsinki, taqvolik dochilik bilan kelmaydi. Sizlar isirlikni dochi bilan, mal dunyo bilan, chiroyli yasanganlik bilan qo'lga keltirmaslar. Innalloha la yanzuru ila suwarikum va ila amwat. Surtinglarga, kiyim-kechakning poslariga Alloh qarab o'tmaydi. Maqsad emas bu vosita. Mal dunyoning ko'pligiga ozlik qarab o'tmaydi. Alloh taolaning nazrini nima tushirdi? Darjini nega berdi bo'lsa, qalbinglarga qaraydi. Qalbinglarning sadosi bo'lgan shartinglarga qaraydi. Demak, insonning g'oyasini, insonning yo'lnishini, insonning tasavvurini belgilab turadigan narsadan bo'ldi. Qalb bu. Shunga muborak oyda boshqa vaqtida parvosizlik qilgan bo'lsak yoki diqqat qilmagan bo'lsakmi, ma oyda qalbning kompasi bor. Bu kompasning sirlikisini qiblaga yuzlagan degandek, namozni qaratgandek, mana bu Alloh tarafga to'g'rilash lazim. Agar Ramazon oyida qalbni to'g'rilayamsak, Alloh taraf yuzlantiramisak, yo kompasni bu taraf qartamay qilib qolsak, buni qachon qila olamiz? Boshqa fursat bu. Eng yaxshi fursat. Shunga bu qalbni tuzitish, taqvolikni oshirish uchun Alloh taolo bizga Ramazondan iborat bu fursatni berdi. Agar biz Ramazonning ruhi bilan yazsak, Ramazon oyida va Ramazonning sirtida, Ramazonning ruhi bilan ruhoniy yo'l yashab qolib qolsak, bu qalb saqlanmadi. Kompas joyiga tushgan bu. Shunga Rasululloh hadisda kullu amali ibn adam yuzaafdi. İnsan qilgan yaxshi bo'lib qolsa, hammasiga hassilab savob beradi. Bir yaxshilikqa 10 darajadan tatib 700 qadar savob bor. Ramazon unda emas. Boshqa o'xshamaydigan bir taraf bor. Ramazon 700 emas, buningdanmi cheksiz bor. Buning qanchalik mukofotning birligini faqat Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Fa innahu samimiyat bo'lganlik uchun, ixlos bo'lganlik uchun, haqiqiy musulmonlarlikning ifodasi ko'rinadigan bo'lg'achqa, meni deb tutgan bo'lg'achqa, meni deb tamoqdan, yem-kichmakdan, halol jubdan voz kechgan bo'lg'ach, buning mukofotini o'zim hech kim bilmaydi dedi Alloh taolo. Endi bu taqvolikni oshirishning yo'li o'shuncha namozni jamoat bilan o'qish, Qur'onni tilovat bilan birlikda muloyiza tafakkur ichida o'qish, bu oyda ibodatni ko'proq qilish, to'g'ri yo'lda menish, iqtisodiy yordamlarni qilib turish, nachar illat bo'lgan bo'lsa, nachar illatlardan qutulish, go'zal axloqlarni yetildirish, bu taqvolik erishishdanki vositalardan iborat. Shu yana bir hadis var, Peygamber Aleyhisselam'ın Ömer radıyallahu anhu deymi, taqvolik degan nima deb so'ragan vaqtida, sen bir tikanlik yo'lda menib boqqanmi deb tushuntirdi o'mishadi. Şu insan tikanlik yo'l kirib ketmasligi uchun nihoyatda diqqat bilan mangandek amaliy bir misollarni tushuntirib. Demak, hayotimizdagi bütün her ishni shu kompasga to'g'rilab mangsak, shu hadisda ifodalangandek haqiqatan. Hamda yana bir masala, Sabay taqvolikning o'rni qalb hadisda kelgandek. Bugun masalan nurg'ulgan yoshlarimiz bo'libmi? Taqvolik deganda qalbda bo'lgan narsa u bu deb diniy jihatda, dinning buyurgan nurg'un ishlarni qilishda bu kiyim-kechak bu narsalarga e'tibor bermasdan qalbimizda Alloh bo'lsa yetarli. Qalbimiz pok, ba'zilar
kiyib turib masalan yomon ishlarni qilgandan biz kelmay turibmi bunda uya beramiz ochiq bo'lsinmi yo ba'zi ishni qilolmasakmi bizning qalbimiz yaxshi pok deb shu narsa ko'p anglaymiz hamda bu taqvolik insonning qalbiga o'rnashgan bir taqvolik din talab qilgan bir taqvolik albatta u insonning tashqi qiyofatini o'zgartirmamdi bu albatta o'zgartirdi agar o'zgartirmay qolib qolsa bu saxtalik mening qalbim yaxshi bo'lgandan bo'ldi qalbimda axloq va sir chiqqan chog'da axloqsizlik qilmayman desa bu yerim saxtalik butun saxtalik demasakmi yerim saxtalikdan xoli emas chunki ro'zni misolga olsak biz ro'z insonning aqlini saqlashtirdi ruhini poklaydi badanini sog'lomlashtirdi uning ideyasini tuzdi e'tiqodini tarbiyalaydi dinimiz nazariya dinimiz kishi o'ylaganda mening qalbim yaxshi bo'lgandan tushuncham yaxshi bo'lgandan bo'ldi deb nazariya dinimiz nazariya bilan birlikda amaliyat deydi taqvolikni ishga oshirilgan narsa amal bilan bo'ldi men taqvo deb ming qatim deydi yoki o'zimizni shakllan aldaydi u taqvolik uni bilan qo'lga kelmaydi taqvolikni qo'lga keltirish uchun bu yerda amal qilish lozim ish harakat qilish lozim taqvolik dunyolik va oxiratlik g'oya va nishondir bizniki dunyoviy hayotimiz ijtimoiy hayotimiz masalan shunda degan insonlar kiyim kechki masalan ayollarni misolga olsak qalbim yaxshi bo'lgan ko'nglim yaxshi bo'lgan kim mayli desa yomon bir paytli kelib qolgan vaqtda nafsoniyati uni kontrol qila olamiz yo'q daryoning qishig'i bormagan vaqtida o'stanning qishig'i bormagancha bir odam ustab ketib chidab ketishi ammo oldiga suv kelgan vaqtida chidab ketish o'zini kontrol qilish bu iymonning kuchiga bog'liq narsa bu taqvolikning kuchiga bog'liq narsa amaliy ish harakatiga bog'liq narsa amaliy ish harakati o nazariya saxt biz biz necha vaqtimiz oldab kelayotgan narsa mana shu ya'ni amalni iymondan ayirib o'tganlik kundalik hayotimizni aqidadan yiroqlashtirib o'tganlik siyosiy ijtimoiy hayotni tavhiddan parchalab o'tganlik bugungi bizga xo'rliq keldi biz o'tgan haqida bir narsani eskartib o'tdimki deb o'tdim yana eskartmanki bizning oxiratligimiz yaxshi bo'lib dunyoligimiz xarob bo'lsin kambag'al bo'lsin bichora bo'lsin tilamchilik holat bo'lsin deydigan unday qoida yo'q dinimiz buni istamaydi ham dinimizning xarakteriga zid keladi bugungi holatga narsa yo samimiy dindorlikda emas yoki dindan yo'q emas orliqdagi bir holat bo'lg'achqa biz bu dinni ijtimoiy hayotdan bu yerda suluk deymiz buni uyg'urcha stil deganimiz yurish turish ayirib etdik masjidga vaqtida musulmondarchilik bo'ldi masalan ba'zi ayollarni ko'rdik ekanmiz Turkiyada masjidga vaqtida yog'liqni aplab namoz o'qiydigan masjiddan chiqqan vaqtida somkasiga solib yalang'ochda ketaveradigan chapini olgan bo'lsa chapini mashinasida tashib o'tadigan holatni o'z ko'zim bilan ko'rdim bu bizga stili hayotning yoki ijtimoiy hayotninki aqidadan ajrab ketganligi bu xristian diniga mos kelishi mumkin bu holat uni so'zlamagan vaqtidami bizning aqidamizningki jonsiz bo'lganligi ruhsiz bo'lganligi bizning samimiy bo'lolmaganligimiz ifodalaydi agar biz aqid samimiy bo'lgan bo'lsa Alloh rasuli buyurgan ishganda bosh ustiga deydi Alloh rasuli mening holat turishimni cheklabdi bundan to'xtay bosh ustiga deydi agar taqvolik bo'lgan bo'lsa itoat qiladi itoat bo'ldimiz itoat bo'lmadi dinimiz nima desa o'z ayollarga nisbatan o'zingdan va qo'lingdan boshqa a'zoni yo'q edi qo'chaqdek takiyim kiyib olmadi demak buni amal qilmaganlar men dindor degan gapning saxtaligini ko'rsatdi men itoat qilyapman deganning saxtaligini ko'rsatdi chunki Alloh taolo qil dedi buni buyruq dedi buyurdi rasulullohni qilinglar buni amal unda uni samimiylik degan haqiqatan shunda biz yuqorida mana qilamiz bizni bu din Allohning buyruqlarining hammasi xuddi bizning jang maydoniga tushgan bir askarni butun to'rt tarafimizni qalqon bilan qo'g'dab turadigan narsani kiyib tushishga buyurgan deb bilishtamdi bu narsalarni men qalbimda bor deb boshqa buyruqlarni amal qilmaganda hech qanday qalqonsiz holatda o'tirib tarafdan dushmanlar o'q etayotgan bir insonningki ammo o'q tegmaydi deb yurguniga o'xshaydiganlar bir ish ekan bu haqiqatan o'zini bexatarlik Allohning himoyasi ostida elishdan yiroq holatga ketib qolgan ekan. Xo'sh, endi biz ro'zninki bugungi ana temamizda bu tutishning siyosiy taqozolar degan tuxumda. Bu ro'zning siyosiy sohadagi taqozolar nima?
islomdagi ibodatlarning hammasi tavhidga bog'langanlik uchun, tavhiddan ayrilmaydiganlik uchun siyosiy ta'sir yoki siyosiy hukmlarga ega bo'ladi. Qaysi bir ibodat bo'lsin, bo'libmi islomning arkonlari, asoslari deb atalgan 5 asos siyosiy hukm, siyosiy tushunchalardan hech qanday birisi ayrilmaydi. Chunki tavhidning o'zi siyosat. Xo'sh. Dinimizning o'zi siyosat. Men musulmon deb shahodat kalimasini aytgan insonning o'zi siyosiy bir inson. E'tirof qilsin, e'tirof qilmasin, tushunsin. Chunki bu yerda eng jahilning so'zida bu dinni siyosatkorlashtirmaydi degan. Tavhid Alloh taolaning yegan deb qarashdi. Allohning ko'rsatmasi bo'yicha yashayman dedi. Boshqalarga o'xshamaydigan holatdagi bir holat bu. Boshqasi qabul qilmasa mayli, men mushningdan voz kechmayman dedi. Siyosatim ayrim, aqidam ayrim, ibodatim ayrim, asos qonunim ayrim dedi. Chunki musulmonlar ro'zani misol qilib aytsa, ro'zning siyosiy tarafida biz ro'za taqdir ketayotgan ekan. Buning siyosiy tarafi nimasi? Birinchi qilib bizning siyosiy prinsipimiz boshqalarga o'xshamaydi deb kesib aytamiz. Chunki Qur'oni Karimdan iborat asosiy qonun bizning asosiy dasturimiz. Ramazon oyida tushganligi uchun buni tabriklab ro'za tutamiz. Bu siyosiy masala. Ma asosiy qonun mushning ko'rsatmasi, mushning ro'yi bo'yicha yashayman degan bu. Shu vaqtning o'zida bu aqidadan sirt, shu vaqtning o'zida musulmonlar Ramazon oyida tug'ildi. Tug'ilganligimizni tabriklaydigan bir fursat. Aqida shakllandi, islom ummat shakllandi. Aqida shakllangan kundan tartiblam aqida. Tavhid shakllangan tartiblam islom ummati nazari shakllandi. Islom ummatining, ya'ni islom ummatining dunyodagi barliq musulmonlarningki birlik shakllandi. Siyosiy birlik shakllandi. Prinsipal masalalardagi birlik shakllandi. Xalqliq nuqtalardagi fikr birlik shakllandi. His tuyg'usi shakllandi. Aqliy birlik shakllandi. Ibodat birlik shakllandi. Siyosatmi siyosat? Bundan boshqa qanday siyosat? Asos qonunimiz ayrim dedi. Biz dunyo musulmonlari bilan bir g'oyada, bir nishonda, bir yo'llanishlar. Dunyoning qaysi bir yerda bir musulmon qarindishim xafalık chiqsa, menga tekkan xafalık dedi. Biz qo'limizdan hech bo'lmagancha qilinmaganchada duo qilamiz. Agar o'zimizning holi yaxshilanib, bir davlat holida shakllanib, iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan gullangan bo'lsa, madad yordam beramiz. Xuddi bugungi Yevropa qit'asi, Yevropa birlashmasi shakllantirganda, Yevropa ideyasi bo'yicha islomdimi mushkil ideya. Yevropa birlashmasi yoki Amerikaniki Amerika birlashma shtat, siyosiy hukmmi, siyosiy hukm emasmi? Siyosiy hukm. Unda o'g'a vaqtida musulmonlar jamiyatining birligi yoki dunyo musulmonlarining bir xil ruhda, bir xil tuyg'u ekanligi bu siyosiy hukm. Ammo afsuski musulmonlar bu xil hukmda xoli qilmoqda. Masalan biz o'zimiz misol qilib aytsak, biz siyosiy ongdan yomon yiroqlashib ketgan millatkanmiz. Davlatchilik nazariyasidan mahrum qolgan bir millatkanmiz. Ibodatni faqatlam namoz, masjidga cheklab qo'ygan, ijtimoiy siyosiy hayotdan ayirib qaragan bo'lmasaqmi, ashunda bir hukm bilan, ashunda bir ko'rinish bilan yashagan bir millatkanmiz. Agar dunyo musulmonlari ro'zani samimiylik bilan mushkil ro'yiga ro'zani samimiy mushlar tuta olsa, mushlar tasavvur bilan qaraya olsa, dunyodagi eng kuchli birlik, siyosiy birlik shakllanadi. Bu siyosiy taraf bo'lmasa, buni siyosiy taraf. Uning ustiga bu Ramazon oyi tarixdan beri izzat sharaf ey bo'lib keladi. G'albi nusrat bo'lib, g'albi nusratni ey bo'lib keladi. Masalan, turklarningki Xitoylar bilan urushgan Malazgir o'rtini misol qilaylik, urushdan ishtirib. Tarix xato bo'lib qolmaslik uchun ism kelganda-da. Dunyoni butun vayron qilib o'tgan Mo'g'ullar qarshi bo'lgan Ayni Jalut urushini misol qilaylik. Ramazon yuz berdi. Ahlisel kiris belgisilar hujum qilib kelgan Hudden markasi qaraydi. Umi Ramazon yuz berdi. Demak, Ramazon har vaqt bizga ruhiy oziq bergan bo'lsa, shu vaqtning o'zida qaysarlik ruhini. G'ani Batur o'g'ri bo'lgan bo'lsin, ashqil ruhni bizga ko'rsatdi. Muhammad Amin Bug'roga o'xshash qaysarlarni asl tutdi. Sabit damallarga o'xshash jangovarlarni asl tutdi.
Alixon To'ramga o'xshash davlatshunos odamlarni asıltidi. Abduqodir Davollamga o'xshash fikrshunos yoki siyosiyshunos odamlarni, ilmiy odamlarni asıltidi. Demak, bu Ramazon izzat sharafni. Bu qaysarlikning ruhini o'ziga o'zlashtiradigan, ulug'vorlik ruhini o'zida yetildiradigan bir oy. Qaysi bir tarafdan qarasak, bizga siyosiy ufqum, siyosiy ruhni berdi. Belki biraz konu tarix qaysak, vatanda musulmonlar Ramazon tutadigan holatda Ramazonda nima uchun ba'zi ishlar chiqib ketadiganini biz his qilmagan bilan, chunki biz faqat edigandan keyin tamoq yemsakda ish bitdi deb mushkil ruh bilan yashagan bilan, ammo kofirlar taraf to'saqni paydo qilib, taraf ehtiyot qilib askarlarni paydo qilishi bakanimiz. Chunki ular Huddayn jangini eslagan, Mo'g'ullarni kayniga chekindiradigan, ayni Jalutni esga keltirgan, yana birisini esga keltirgan, tadqiqotni olib borgan. Shu Ramazon bo'lib bo'lsa, o'ldi bir xil ansirash bo'ldi. Ammo bizda xuddi yemek ichmak degandek yoki suv ichgandek, choy ichgandek nimaga aylantirib olgan bo'lg'achqa buni urf-odatga bizdagi qaysarlik ruhi, izzat sharaf ruhi, jangovarlik ruh bo'lmaydi. Bu Ramazonning asli zulm, mustabidlik, diktatorlik, mustamlik bo'lgan bo'lsa, biz o'chib qolgan bo'lsa, buning qarshilik ruhini bildirdigan. Azatlık enini aşırdıgan bir ay. Qanda olab Ramazan bir musulmon Alloh taolaga ruku sajda qiladi. Faqatlan men Robbimga ishonaman dedi. Shu vaqtning o'zida zulmning ostida xo'rlikdan yashashga rozi bo'ldi. Bu iymon bilan faqatlan to'g'ri kelmaydi. Ammo imkoniyat sharoit yo'q, kechikib qolsa u ayrim bir holat. Lekin ruhida, vijdonida, tuyg'usida ro'zi bilan bu zulmni qabul qilishdan ikkisining biriga kelmaydiganligini bu musulmon cho'qim tushunish lozim. Çokum bunu kallasiga ekilish lazım. Ama bu ro'za tutish biraz davom bu meselede. Bizde turli shahvatlardan kontrol qildi. Shundaqla insonni qiziqtirib turgan narsalardan idora qila oladigan ruh va dedik. Shuning bilan birlikda siyosiy zulmlardan, siyosiy besimlardan ozod qilish xarakteriga ega. Agar biz ro'zaning taqozzosiga kira desak. Mesela ro'za tutgan vaqtida bizda siyosiy zulmdan saqlanish lozim. Taqvolik degan saqlanish tildagi ma'nosi. Ehtiyot qilish, diqqat qilish, yiroqni ko'rish. Siyosiy saxtipazlikdan saqlanish lozim. Siyosiy qo'ymichilikdan saqlanish lozim. Millatni ideyasini yoki millatning kimligini diniy ideya deb bir bo'lib moyanda, yana bir milliy kimlik deb bu yan millatni ikki parchalaydigan bu idealda saqlanish lozim. Siyosiy passivlar. Siyosiy mansab talishdan saqlanish lozim. Millatni har turli bo'ladigan illatlar saqlanish lozim. Aniq siyosiy harakat nazariyasiga ega emas turib, bo'tki shaklda paydo bo'lgan nechilgan tashkilotlar va millatni bo'lashga turgan. Buna da saqlanish lozim. Ro'zim nim deb tutdim, birlashiman deb tutdim. Ro'zim nim deb tutdim, musulmon qarim yordam beraman deb tutdim. Alloh yaqinlashiman deb tutdim. Madad yuraman deb tutdim. Unda o'g'avadi bu yerda bir qancha tashkilot bo'lsa, amaliy ish qilayotgan. Sen bo'tki tashkilotni qator shakllantiraversan, 4 odamni u yog'iga birisi o'g'ilsa, 3 odamni bu yog'iga birisi o'g'ilsa, bu millat qilingan zulm. Siyosiy besim, siyosiy zulm, siyosiy bo'lgunchilik. Bu ro'za bilan bu ikkisi birlashamdi. Agar bir odamning siyosiy maydonda ish qilaman desa, bu tashkilotning birisi kirib, bo'sab kirib, o'zini bu ilg'or fikrini o'tirib qo'yib, ish olib bosib bo'ldi. Mesela misal alsak ulamo jamiyatda biz so'z, yana biz ikkinchi bizdan ikki odam shakllantirish to'g'ri emas. Boshqa tarafini demasak. Misal qalaylik. Amerikada cho'ng bir davlatda Iron ikki tashkilot bor. Cumhuriyetçiler Partisi, Demokratçiler Partisi. Shuncha ular dunyoni boshqarayotgan ikki tashkilot. Angliyaga o'sha Koni Jahongirning o'zida ham ishchilar, yana bizda bo'lib, uning ham ikkisi bor. Ammo bizda qancha tashkilot bor? Bu masalaga o'ylanish lozim. Meningki qilayotgan shu tashkilotlarim, shakllantirayotgan shu qalpoqlarim millatni birlashtirish yo'lida ish qilayotganmi yoki parchalatamdi? Bo'layotganmi yoki kuchlanish his qo'shayotganmi? Agar alayda ilg'or saviyalik mutafakkir bo'lgan bo'lsa, siyosiy tajribasi bor odam bo'lgan bo'lsa, Alixon To'ramning ruhi bo'yicha ish olib ma'layman, Abduqodir Davollamga o'xshash millat bo'sab ma'layman, savdo davlat qurolini nazariyasi bo'lsa, o'ttirib tashlasa, millat shuningga kasb bo'ldi.
Qalsın ilgari bo'lsa shuni tutib olsa, 2 bo'lsa siyosat, 3 bo'lsa yetadi. Ammo hech qalsın siyosiy nazariyasi aniq emas. Siyosiy xarita aniq emas. Yana birisi kundan kuniga, yana birisi uni qilmaydi. Qaqshaydi. Qaqshab. Bu yerda millatning kuchini zayi qiladi, iqtisodini bo'lib o'tadi, fikr birligini bo'lib o'tadi, harakat birligini bo'lib o'tadi. Natijada bu millat 50 yildan ziyod o'xshash qadam demadi. Buning ehtiyoji bormi? Ehtiyoj yo'q. Unasiz bu millatning bir bo'lagi musulmon, bir bo'lagi xristian yoki yahudi yoki shia yoki uch bir ofat bo'lgan bo'lsa, ikkiga bo'linib ketibdi. Biz bo'lagi anan chiqib desa, bir oz tushunkilik bo'lishi mumkin. Lekin unda emas. Hammamiz o'xshash turib, aqida o'xshash, dushman bir. Qisman Xitoy yoki din dushmanlari ziyoli degan qalpoqni chiqib, diniy soatlarni, fanniy soatni ayirib millatni bo'lashga urinib baqdi. Hali ham hozirgacha bu ofatning, bu fikriy qalayimqochiligining natijasidan qutula olmayapmiz. Xudoga shukr, burun qaragan bir oz yaxshilanish bo'ldi deb qarayman bu sohada. Ammo bu tashkilotlarning kundan kuniga shakllanishi, bir odam bir tashkilot qurib olgan, birsi bir darnak qurib olgan, birsi bir vaqt qilib olgan, atrofiga qarasa 4-5 odam bilan. Hozir millat nimaga muhtoj? 6-7 odamni bir boshquradigan, 5-6 odamni idora qiladigan, 4-5 odamni o'qitadigan bir yo'q muhtojmi? Yo'q, bir butun holatda 20 necha million inson xizmat qiladigan bir butun ana tashkilotga muhtojmi? Albatta. Bu masala cho'qim bizni o'ylantirdi. Bu Ramazonning munosabati bormi? Biz yuqorida bir ummat birligi. Cho'ng ummat birligi bo'lgan bo'lsa, butun dunyo musulmonlarini, ammo Sharq Turkiston musulmonlari ichidami bu yerda siyosiy birlik bor. Ma siyosiy birlikni bo'lib o'tib qolib qolsak, yoki buni parchalsak, yoki o'g'ilsak, yoki o'zimiz mum tiklashni mansab yoki bu talishib qolib qolsak, bu tutqar ro'zimizdan ki qabul bo'lmasligi, u vallohu a'lam. Uning qancha % savob qilishi, u vallohu a'lam. Shundaqlam bu ro'za tutishdanki ya'ni siyosiy taraflardan birisi iftor vaqti. Bu hadisga kelganda iftor vaqt duo ijobat bo'lgan vaqtlarning birisi. Biz iftor qilgan vaqtida suyimizni ichgan, tamoqimizni yegan vaqtida necha million musulmon qarindishimizdan turmush qamalganligi, ularning xo'rlanayotganligini cho'qim eslash kerak. Ular uchun mushu duo ijobat qilingan bir paytda duo qilish kerak. Chunki bu iymonning taqozosi, musulmonlik majburiyat. Demak bu ro'zaning siyosiy taraf aloqasi bor musulmonlar. Buni cheklanib qolmaydi. Bu Ramazon oyi tuyg'u birligini shakllantirdi. Shundaqlam birlik tuyg'usini shakllantirdi boshqa vaqt qaragan vaqtida. Ko'rishmaydiganlar ko'rishadi masalan Ramazon. Biz bundan qanday foydalanamiz bugungi kunlikda? Masalan, bizni misol qilib aytsak, vatansizlikda bir bosqichga yetdik vatanda dedi. Ramazon oyi biz izzat sharaf oyi dedik. G'albi nusratning oyi dedik. Vatansiz odamlar hammadan nimaga muhtoj? Vatan qurib chiqishga muhtoj. Vatan barpo qilishga muhtoj. Ramazon bizda mushkil aqid ruhini shakllantiradi. Yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish uchun erkin holatda ibodat qilish uchun o'zingga bir vatan bo'lsin dedi. Unda o vaqtida bu paytda bizni bu xil ruh, vatanparvarlik ruhi, vatan qurib chiqish ruhi Allohga samimiy itoat qila olishimiz uchun, erkin ibodat qila olishimiz uchun vatanparvarlik ruhini yetildirish lozim. Bu fursatni g'animat bilish lozim. Endi bu vatansiz qolib qolgan qaysi bir inson, qaysi bir musulmon vatan qurib chiqishdan iborat bu faoliyatga qatnashishda mayli siyosiy jihatda qatnashsin, mayli iqtisodiy jihatda qatnashsin, mayli ilmiy jihatda qatnashsin, mayli fikriy jihatdan qatnashsin, mayli boshqa hunar kasb jihatdan qatnashsin, uning majburiyati bo'lmasa, musulmonlik majburiyati. Chunki musulmon yolg'iz yashayolmaydi. Yolg'iz natija qozonolmaydi. Bu ro'zaning siyosiy taraflari. Ko'p rahmat. Haqiqatan shu hozir oxirgi kunlarda oramizda ko'payayotgan shu misli bo'tki tashkilot deb yaxshi ish qilib mana. Mushunda ishning bo'lishimi
biz yashayotgan davlatlardagi siyosatchilarningki, davlatning har qaysi tashkilotlarning oldidimi kuchimizni ajiltib bu millat paramparchasida hammasi bir narsa ko'tarib bordida davlatning oldig'imi qarisi chechilib hammasi har xil nimalar bilan amaliyotda shular birlashib bir shaklda hammasi bir yandan qo'l chiqarib qilgan bo'lsa davlatning oldidami va mushadki yerlik xalqning oldidami jiq kuchimiz ultida vaqtidami shundoq boshqacha e'tirofga erishdim hurmat bo'ldi millat hurmat bo'ldi aslida xo'sh ama shu ro'zniki iqtisodiy sohadagi taqozzolari kelsak bu ro'zning iqtisodiy sohadagi taqozzolari ko'proq men qisqartib siyosiy tarbiyaga yaqinroq bir masalani qistirib o'tay xo'sh balkim fursat bo'lsa keyin to'xtalishimiz mumkin ro'ziniki iqtisodiy sohadagi taqozzosi nimasi birinchi qilib ro'za tutgan vaqtida biz Alloh yaqinlashimiz deb tutyapmiz birlik holatini ishga oshiramiz deb tutyapmiz taqvolikni ishga oshiramiz deb tutyapmiz unda bo'lgan ekan islom va musulmonlarga zulm qilayotgan davlatlarning mahsulotini sotib olmaslikdan iborat iqtisodiy embargoni yurgizish yoki u davlatning mahsulotlariga qarata iqtisodiy aloqani uzish orqali musulmonlarning kuch quvvatini namoyon qilgan musulmonlarning hurmatini oshirgan bo'ldi haqiqatan masalan bugungi dunyodagi musulmonlarga qarasak bizni misolga aytsak bizga zulm qilayotgan Xitoy kafirlarning ya tajovuzchilarning nasi qarta bir embargo yurgizalsa yoki iqtisodiy jihatdan aloqasini 1-2 yil o'ssa bizning ahvolimiz zo'r o'zgarish bu. Chunki musulmonlarga ruhiy birlik, ummat birligi bizni bugungi mahoblikdan xali darajada qutqizadi. Chunki dunyoda musulmonlar bizga o'xshab, bizmi musulmon, boshqalar musulmon. Qaysi bir yerda musulmonlar bir jonliq holat kelgan bo'lsa, Muhammad Fatihning atrofidagi shayx ismini unutib qoldim, shayx Ashnunga o'xshash olimningki yetaklashi bilan, Adabalimi? Shayx Adabali. Unutib qoldim inshaalloh. Ashunda bir olimning ko'rsatmaslar manqam bo'lsa, davlatlarning bugungi ahvoli, islom davlatlarimiz jamiyatimiz jonliq bo'lgan bo'ladi. Boshqalarning oldida xor bo'lmagan bo'ladi. Hukumatlar xor bo'lmaydi, davlatlar xor bo'lmaydi. Bizga o'xshash qiyinchilik qilib qolgan odamlarning masalasi buni bilan qisman bo'lsa-mu hal bo'ladi. Mush roza tutish boshqa qarg'a vaqtida musulmonlarga zulm qilayotgan odamlarning narsalarini sotib olmaslikda yoki boshqalarning narsa qarta taqobil turish ro'yini o'stirish yordami eng yaxshi fursat. Roza tutish boshqalarning narsasini sotib olmaslik orqali dushman davlatlarning taqobil turish ro'yini o'stirish eng yaxshi vosita. Halol yemek, ichmek, halol kiyim-kechak, amal va o'zini kuchlantirish va musulmon qardosh kuchlash iborat bu xil ruh ro'zning taqozzasi. Unda o'g'onkan men bu yerda Alloh yaqinlashman deb ro'za tutaman, shu vaqtning o'zida boshqa bir yerda musulmonlarni izovatsa, uni qiynayotsa, yana uningga sarmoya selish, dasmiy selish yo dallollik qilish bilan tabiiy olib bir narsa etib olmaydi. Agar ong joyida bo'lib qolsa, bu narsaga diqqat qiladi. Bu narsaga odamda bir sezgirlik bo'ladi. Agar dunyo musulmonlar bir tutash holatda zulm qilayotgan davlatlarning nas keraklarini iqtisodiy jihatdan elib bormaslik yoki setib olmaslik o'xshash bu siyosatni qo'llanganimiz bu chora bu vosita o'zgardi. O'zgardi, bugun o'zgarishi mumkin. Bu g'oya emasmi? Mush vositani qo'llanib qolib qolsa bizning ahvolimizda va boshqa ko'p yerda musulmonlarning ahvoli o'zgarishi yuz beradi. U vaqtda zolimlar musulmonlarni u darajada bozor qilmagan bo'ladi. Ammo ko'pincha yerdagi ahvol biz Ramazon qanda qargan bo'lsak, edigandan kechgacha tomoq yemasak, bir narsa ichmasak yoki ayolimiz yaqinlashmasak, tomoq chekmasak, ishimiz tugaydi degandek. Bu krizis, bu tushanchi krizisi ko'pligan musulmonlar tepilganlik uchun boshqa yerdami yana o'xshash illat, o'xshash kasal shakllanmoqda. Bizda iste'molchilik avjab ketadi. Ishlab chiqarishdan bakrak iste'molchilik. Ko'ngil orzu qilgan narsani hammani sotib olish buni iste'molchilik deymiz.
Ro'zning maqsadi, ro'zining taqozosi zid qiladigan narsalarga qarshi turish ro'yini oshirishdir. Ro'ziningki ro'yi xilof qiladigan narsalarga taqobil turish ro'yini o'stirishdir. Bu iqtisodiy jihatdan bu yer bir musulmon xabarlik tartib olsa, dushmanga dasmi selib uni iqtisodiy jihatda kuchlantirgan. Bu ang harakat, uning qarshi turish, uning taqobil turish ro'yini harakat. Halbuki Alloh taolo bizga iqtisodni qanday qo'llanish yoki iste'molchilik haqida dars berib, vallazina idza anfaqu lam yusrifu va lam yaqtur va kana bayna zal qawama. İqtisodiy chiqim masalasida musulmonlar qanaqasi isrofmi qilib o'tmaydi, cho'yillik, bexillikmi qilmaydi. O'ttir hal yo'l tutdi. Ya'ni ehtiyoj bo'lgan doirani hal qilmaydi. Bugungi ehtiyoj bo'lmagan doiralardimi nurg'unlagan pullar, nurg'unlagan iqtisodlar dushman tarafga ketadi. Bu sababdan buning ziynini yani musulmonlar ko'rdi. Abay Adabali deb qoldi, Muhammad Fatihning yendiki sheyx asli Aqshamsiddin. Aqshamsiddin. Adabali bo'lsa Osmonli Devleti Ali Osmaniyaning qurg'uvchisi Osman ibn Artug'rul. Uninki sheyxi edi. Ikkisini aralashtirib qo'ydim. Xo'sh, endi shu ro'zninki ijtimoiy sohadagi taqozodir. Ro'zning ijtimoiy soha taqozosi yomon ko'p. Buni odam qisqartib bilan qisqa shaklda qiladi. O'tirib qo'yaman. Ro'z tutish odamda adabli bo'lish, axloqli bo'lish, iffetli bo'lish eng ustun. Axloqsizlik, igizpas so'zlarni so'zlash, dalilsiz, poksiz boshqalar tuhmat qiladigan ishlardan qo'rqdi. Shu vaqtimiz bu ro'za qimmat yo'q filmlar yoki axloqsiz filmlarni ko'rishdan kontrol qildi. Afsuski bir qism musulmonlarimiz qiladigan ish yo'qmi qandaq yoki vaqti jiqmi qandaq. Ramazonning kunduzlarini zanjirsimon tugmaydigan filmlar bilan o'tkazdi. Bu tamamen ro'zininki taqozzosiga, ro'zininki axloqni yetishtirish, ruhni poklash, go'zal axloq bo'lish, madaniyatlik inson bo'lish iborat. Bu taqozzosiga tamamen bir xilof bir ish. Uning ustiga bu Ramazon oyida musulmonlar o'zaro hamkorlik, bir-biri ko'yinish, bir-biriga ega chiqishdan iborat bu xil ruh shakllanadi. Xo'sh. Chunki ro'za odam iymonni oshirdi, taqvolik oshdi, iymon oshdi. Axloq fazilat yetishtirdi. Pasib nachar axloq bo'lgan bo'lsa, uni qirib, to'kib tashlaydi. Shunga Rasululloh sizlarning biringlar ro'z tutgan bo'lsa, buzuq gaplarni qilmasin. Sesiq gaplarni qilmasin. Birisilar xapulashib qolgan, ranjib qolgan, urushib qolgan bo'lsa, men bugun Ramazon tutgandim, sen nima desang dedi. Men sana javob qaytarmaysan. Ammo tor dunyosidagi ahvolimiz qarab boqaylik. Bir-birisi qilinayotgan haqoratlar qarab boqaylik. Bir-birisi tillashlar qarab boqaylik. Bir-birisi kaydirlayotgan qalpoqlar qarab boqaylik. Ras yolg'on bo'lishiga qat nazar. Bu musulmonning og'zidan, to'g'ri. Musulmonningki tilidan mushtaq narsa chiqamdi degan. Bizga o'xshash bir baxtsiz millat bormi deb aytadi. Necha vaqtningizda biz bir oz to'la yo'l boshlamiki deb qaralgan odamlarning og'zidan badqiliq bu so'zlarning chiqishi odamni haqiqatan mayuslandir, ummislandir. Agar o'sha ro'zininki taqozzosiga amal qilinsa, ro'zininki ro'yiga oz to'la e'tibor bersa, ro'zidan ta'sirlanib to'xtaydi. Bundan keyin ma'qul hayot yurishdir. Amal va milliy birlik iqlimini shakllantirishga qaysi aqimda bo'lsin, qaysi jamoatdan bo'lsin, qaysi tashkilotdan bo'lsin, bunga kuchaydigan bo'ladi. Bularni biz bu Ramazonda uyg'onish bosqichiga ketyapmiz. Millat uyg'ondi deganga men ishonmayman. Mening tasavvurimda uyg'onmadi millat. Chunki millatning ko'p qismi hozirgacha yana sal kichikkin bir bo'shsa, afku bo'lib yazsaq bo'ladi deydigan yerda xali emas. Buni uyg'ondi deganim. Biz uyg'onish bosqichiga ketyapmiz. Bu uyg'onish bosqichida biz qarshilik bildirish ruhiga qattiq muhtoj. Zulm, mustabid va uning vositalar taqobil turish ruhini oshirishga muhtoj. Iymonni oshirishga muhtoj, qalbimizni saqlashtirishga muhtoj, tilimizni poklashga muhtoj, irodamizni taqimmo bo'lishga muhtoj. Biz Alloh taologa yegani ibodat qilamiz deb ro'za tutgan vaqtida buning zid keladigan siyosiy zulmga qarab turmaslikqa, sukut qilmaslikqa unaqa muhtoj. Xulosaligi vaqtida
Ramazan tutuş yoki ro'za tutish degan emas, yil bo'yi emas. Balki umr bo'yi musulmonlarda islomning ko'rsatmalariga zid keladigan, musulmondachilik zid keladigan tamomiy ishlardan, har qanday ishlardan tamoman qo'l uzish degan bo'ldi. Bu ro'zaninki umumiy xulosasi. Köptün köp rahmet. Evet, yaxshi iç beynildi. Allah razı olsun. Programımız bu vakit itibarı bilen biraz aşure etip kaldık hem demeyen bir şey toxtaydı inşallah. Yani bir kadar görüşürüz. Kadirlik görülmelerimiz şuna kılıp 5. sanimiz İslam ve Biz programımızın 5. sani müşahede ayaklaştı. Biraz ötküzüp kaldık vakitini sabır kılıp köygün ola üçün köptün köp rahmet etimiz. Hakikaten bir narsaninki islomimizdagi har qanday bir ibodat agar shu so'zlanganiga o'xshash uning keynidagi ichidagi haqiqiy ruhidan ayrilib qolgan vaqtida u nurg'un badan bilan qilayotgan ibodatlarimiz bo'lsa tan harakatdan boshqa narsa emas narsaga agar iqtisodiy bu narsaga qilingan ibodatlar bo'lsa o'zimizni ko'z qilishdan boshqa narsaga narsa bo'lmaydigan bir natija berayotganda hamda Çokum her bir işlerimizni şu ibadetlerinin yolu koyuşudaki ruh, bunun akısidaki takazza, işçini bilip kığa vaktimizde meyli cemiyet karakterlik olsun, şahs karakterlik olsun, ciddi bir şekilde özümüzü özgürlüş hasılı kılalaydıqanlığı her tarafından görünüp durdu. Rabbim inşallah muşularga müyesser kılgan, şu neslerge erişken müminlerden kılsın. Yani bir katımlık programımızda aldığımızdaki hafta Allah ömür verse, yani o'xshash saatda ko'rishkichaslarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duolarlarda bizlar uchun ham duo qilishinglarni umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.